Uyga kirib formamni almashtirib, o'sha qon tengan formalarni bitta futbolka, shimimni mana shu turbaga kelib, mana shu turbaga tashladim. Ustidan mana tosh tashladim. Sen isqir qimorbozlari orqasidan tinchlik bormi? Sallari kastalaringga kuni kecha Farg'onada o'z tanishini bo'yniga pichoq urib 15 million so'm uchun o'ldirdi. Kim orqasidan? Mana shu qimorni targ'ib qilayotgan hozir men sizlarga So'nyol Getipni ikki o'yinini ko'rsataman. Hozir mana shu yaxshi beryapti. Bu o'yinni o'ynash uchun passiatilka orqali o'tasizlar. Saturn 26 promokoddan foydalanib, bu isqir qimorbozlari orqasidan bular sportchi emas, bular qimorboz. Bular orqasidan mana kuni kecha Farg'onada 30-32 yoshli erkak, 94-yilda tug'ilgan erkak o'z tanishini bo'yniga pichoq urib o'ldirgan. Nima uchun? Nima uchunki bor budini mana shunaqa qimorbozlarga ishonib, topgan tutgan qimorga olib kirgan va pulni hammasini yutqazib, o'sha o'zini tanishidan 15 million so'm qarz olgan. Vaqt kelgan haqdor keyin qarzni talab qilishni boshlagan. Haqdorga pulni bera olmagan o'sha qimorboz uni o'ldirishni reja qilgan. Telefon qilgan, bo'ldi, bitta joyda pul bor, olaman senga berib yuboraman. Kimsasiz joyga olib borgan. O'sha o'zi bilan olib kelgan cho'ntagiga pichoqni olgandi, haqdori bo'yniga 2-3 marta pichoq urib, orqa taraflariga, yurak taraflariga pichoq urib o'ldirgan. 15 million so'm uchun qimorni orqasidan qayerdan kelyapti shuncha falokat, balo? Bir onani qaqshatib yig'latyapsanlar. Bir erkakni o'ldiryapsanlar. Yana birini qamoqqa tiqyapsanlar. Qo'rqmasdan ijtimoiy tarmoqlari o'zini ofitsiallik kanallarida, profillarida bemalol qimorni targ'ib qilishyapti. Yana bittasi bor Odilxon degani, uni ham o'sha Telegramga kirsanglar, qimorni polni targ'ib qilib yotibdi. Lekin bilmasdan kimdir o'sha diniy ma'ruzaga like bosib qo'ysa, 10-15 yilga kirib ketadi. Mayli qimorga targ'ib qilayotganlarga lekin chora ko'rilmaydi. Xo'p, o'sha 15 million so'm uchun o'zini tanishini o'ldirgan erkak haqida millar dasturi olib chiqqan. O'shani avval ko'ringlar, xulosa qilinglar. Undan keyin hali yana gaplashamiz. Gap shundaki, aynan onlayn qimor o'yinlarini o'ynab qarzga botgan farg'onalik 32 yoshli erkak qotillikka qo'l urdi. Holat yuzasidan to'plangan sud hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, viloyatning Farg'ona tumanida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan erkak 2025-yilning yoz oylaridan boshlab onlayn qimor o'yinlarini muntazam o'ynab kelgan. Oson pul topish ilinjida qing'ir yo'lni tanlagan ayni shaxs o'yinga tikish uchun o'ziga tanish bo'lgan fuqarodan bir necha bor qarz olib, ularni ham yutqazib yuboradi. Shu tariqa ayblanuvchi marhum yigitdan 15 million so'm qarz bo'lgan. Ayanchli holat yuz bergan kuni esa marhum erkak qarzdordan olgan pullarni qaytarishni so'raydi. Biroq ayblanuvchi qarzni qaytarish o'rniga uni o'ldirish rejasini tuzib, avvaliga marhum erkak bilan Farg'ona tumani markazida uchrashadi. Shundan so'ng sudlanuvchi chetroq joyda gaplashib olishni va olgan qarzlarni qaytarib berishni va'da qilgach, ular marhumga tegishli avtomashinada yo'lga chiqishadi. Odamlar kamroq joyga yetib borishganda esa sudlanuvchi aynan mana shunday avtomashinani boshqarib ketayotgan jabrlanuvchining bo'yin qismiga yonida bo'lgan xuddi shunday oshxona pichog'i bilan zarba beradi. Jarohatlangan erkak avtomashinani to'xtatib qochishga urinadi, biroq uzoqqa bora olmay, yerga yiqilgan vaqtida ayblanuvchi uning ortidan yetib kelib, bosh, bo'yin hamda yelka sohalariga bir necha marotaba urib, uning hayotiga nuqta qo'ygan. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudi tomonidan ko'rib chiqilib, ayblanuvchiga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismining J.I. bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga ushbu modda bilan 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Shuningdek, sud hukmi bilan jabrlanuvchidan marhumning qonuniy vakili foydasiga 300 million so'm ma'naviy zarar undirilishi belgilandi. Sud tomonidan tayinlangan jazo esa umumiy tartibli koloniyalarda o'taladigan bo'ldi. Bo'lgan voqeani ko'ringlar, fikringlarni albatta kommentga yozib qoldiringlar. Biz birlashsak katta kuchimiz. Bunaqa qimorbozlarni umuman qo'llab-quvvatlamaslik kerak. Nahotki qimorni mayli targ'ib qilayotganini ko'rib turib, ularni qo'llab-quvvatlab, bayrog'ini olib O'zbekiston degani bilan ular O'zbekiston uchun xizmat qilyapti degani emas. Qimorni targ'ib qilib qanchadan qancha yoshlarning o'limiga sabab bo'lyapti.
qanchadan qancha yosh yigitlar qarzlarga botib ketyapti. O'shani ham bir tushuninglar, xulosa qilinglar. Bunaqa qimorbozlarga hech qachon ergashmanglar. Blok urib, xullas buni biz o'zimiz qo'llab-quvvatlayapmiz bularda. Biz o'zimiz yerga olib tushib qo'yishimiz kerak. O'shaning uchun do'stlar, bunaqa qimorbozlardan uzoq yuringlar. Har doim bunaqa qimorbozlarga negativ fikrda bo'linglar. Videoni bemalol qanaqa kanal bo'lsa hamma joyda tarqatinglar, insonlar ko'zi ochilsin, nimalar bo'layotganligini ko'rsin. Biza bilayotganimiz, televideniyega chiqayotganlari sanoqli. Qanchadan qancha yosh yigitlar o'zini osib o'ldirayotganini ko'cha-ko'yda eshitamiz. Hammasi ham tarmoqlarga chiqmaydi. O'shaning uchun ko'zinglarni ochinglar. Bunaqa iflos qimorbozlarni hech qachon qo'llab-quvvatlamanglar. Men hozir bitta ikkitasini sanadim. Qanchadan qancha mashhurlar bor, aktyorlar, san'atkorlar, sportchilar hammasi qimorni targ'ib qilyapti. O'zlari o'ynaydi deysizlarmi? Hech qachon o'ynamaydi. O'zlarini farzandi, o'zlarini ukalarini qimorni o'ynashi uchun imkon ochib beradi deysizlarmi? Hech qachon. Ularga sizlarni o'ynab qarzga botishinglar kerak. Xolos. Ko'zimizni ochamiz. Bunaqalarga boykot e'lon qilish kerak. Do'stlar, sog' bo'linglar, fikringlarni albatta kommentlarga yozib qoldiringlar.